Xayrli kech. Voy, hayajonlandi. Yaxshimi sog'ayni? Yaxshi ekan. Xush kelibsan, Susi. Qalaysizlar? Sendan so'rayapti. Uyda o'tirgandim. O'g'iljon nemis tilidan dars qilamiz deb chaqirdi. Ha, nemis tilini birga o'rganmoqchiman. Shunga chaqirdim. Qo'rqma, Umer, faqat dars uchun keldim. Boshqa narsa uchun emas. Dars uchun shuncha yasan tusanmi? Nimadir dedingmi? Yo'q, bilimingiz ziyoda bo'lsin deyman. Berk bilan uchrashuvim bor edi. Tezroq bora qolay. Men esa emailga qaray. Nima, aqldan ozdinglarmi? Bir o'zim nima qilaman bu yerda? Bir o'zdingmi? To'nkasan, to'nka. Bechora qiz nega o'tiribdi axir? Qaragin qizga. Eson-omon yarashib, Aybika, men olib ket. 5 daqiqada bizni tuzoqqa tushirishdi. Yolg'iz qoldik. Xohlamayotgan bo'lsang ketaman. Yo'q, unday demoqchi emasman. Shunchaki g'alati vaziyatda. To'g'ri, g'alati. O'tir. Biror nima ichasanmi? Qahva tayyorlab bersang-chi men. Tayyorlab beraman. Tayyorla. Qanaqasidan bo'lsin? Oddiy. Tayyorlab kelaman.